Assalomu alaykum va rahmatulloh hammaga. Aviatsiyani jamoasi a'zolari tomonidan tayyorlangan intensiv patologiya kursimizning navbatdagi soni bilan tanishib chiqamiz. Bugungi mavzuyimiz apoptoz mavzusi. Demak, o'rtoqlar, biz sizlar bilan bosqichma-bosqich ko'rib chiqyapmiz. Hujayra o'limiga yetib keldik. Hujayra o'limidan biz ko'rdik bundan oldingi darsda nekrozni, endi apoptozga navbat. Birinchi navbatda apoptoz nima o'zi? Genetik dasturlashtirilgan atevga bog'liq hujayra o'limi. Ya'ni bu dasturlashtirilgan genetik. Hujayrada shu energiya zaxirasi tugasa, hujayra o'limi kuzatiladi. Yallig'lanishsiz kechadi. Nekrozdan farqi, eng muhim farqi bu yallig'lanishsiz kechadi. U yallig'lanish bilan kechar edi, eslaringizda bo'lsa. Yakka hujayra yoki kichik hujayralar o'limi ekan. O'rtoqlar, nekrozdan yana bitta farqi, nekroz hujayralar guruhi yoki katta guruhli hujayralarning o'limi bo'lsa, bu yakka bitta hujayra yoki kichik guruhi shu o'limi ekan. Shu farqi, ta'rif ham shu. Hop, qo'zg'atuvchilari nima bo'lishi mumkin? Embrional rivojlanishdagi ta'sirlar. Tashqi muhit omillari hujayraning funksional shikastlanishiga javoban apoptoz kelib chiqar ekan demak. Mana shu ko'zga ko'rgan uchala shu tashqi muhitdagi qo'zg'atuvchilar ta'sirida apoptoz kelib chiqadi. Masalan, embrional rivojlanish davrida birinchi quyida misollarni ko'rib chiqamiz. Qo'llarimiz bir-biriga yopishgan holatda bo'ladi. Shuni orasi ochilishi, orasidagi to'qim hujayralarni yo'qolib, mana bunday holatga kelishi ham apoptoz hisoblanadi. Shunaqa tashqi muhit omillari ta'sirida ham apoptoz kelib chiqishi mumkin ekan demak, o'rtoqlar. Xo'p. Mana bu yerda misollar bilan tanishamiz. Birinchisi, menstrual siklda endometriy ko'chib tushishi. Progesteron ta'siri tushishi natijasida. Bu ham shu apoptozga misol bo'lar ekan demak. Embriogenez davrida hujayralarning yo'qolishi, o'rtoqlar, eng muhim shu misollardan biri hisoblanadi apoptozga. Virus bilan zararlangan hujayralarni KD8T killerlar o'ldirishi. Aynan mana shu ham bizda apoptozga yaqqol misol bo'ladi. Bu haqida batafsil gaplashamiz pastroqda. To'rtinchisi, immun hujayralar timusda shu hosil bo'lishi, ya'ni hujayralar timusda nima qiladi bilamiz? Timus avval shu katta yirik bo'ladi, yosh o'tgan sari sekin-sekin shu o'z funksiyasini kamaytirib, yo'qolib, kichrayib boradi. Demak, buni ham apoptozga misol qilib keltirsak bo'ladi. Beshinchisi, DNKsi zararlangan hujayralarni ham apoptozga misol qilib keltirsak bo'ladi. Ular ham DNK zararlangandan keyin apoptozga sekin uchrab ketaveradi. Qanday bo'lishini ko'rib chiqamiz. DNKga bog'liq qanday apoptoz shu amalga oshishini ham. Xo'p, morfologiyasi nimalarni ko'rishimiz mumkin? O'layotgan hujayramiz kichrayadi, birinchi navbatda piknozga uchraydi, zichlashib qoladi. Kuchli ezinofillik bo'lib qoladi, ya'ni pushti va zichlashgan holatga keladi bizda. Yadro tartibli fragmentlarga ajraladi. Yadroimiz bilamiz, birinchi aytdik piknoz, ya'ni kichrayadi, keyin karyoreksis bo'ladi, fragmentlarga ajraladi. Bundan oldingi darslarda ko'rganmiz. Fragmentga ajraldi. Apoptotik tanachalar hujayralardan bo'rtib chiqa boshlaydi, ya'ni ajraladi. Mana shuni hujayra deydigan bo'lsak, endi mana bunday bo'rtib turib, bular alohida bo'lib, membrana holida shu mayda-mayda bo'lakchalar shakllanib chiqib qoladi. Endi buni kelib makrofaglarimiz yutib, shu fagositoz qilib yuboradi. Makrofaglar fagositlaydi, yallig'lanishsiz kechadi demak. Qisqacha shundan iborat mexanizm, nimalarni ko'rishimiz mumkin ekanligi. Endi sizlar bilan batafsil ko'rib chiqamiz bu jarayon qanday bo'lishini. Xo'p. O'zi apoptoz yo'llari 3 xil yo'l bilan kechishi mumkin. Tashqi yoki o'lim retseptori yo'li. Xo'p, ichki mitoxondrial yo'l desak ham bo'ladi. Demak, tashqi, ichki hamda sitotoksik KD8T hujayra
yo'li ham bor ekan demak o'rtoqlar bizda. Endi mana shu 3 xil yo'lni hozir mana bu shu sizlarga tushunarli qilib yetkazmoqchi bo'lgan grafikim orqali tushuntirib berishga harakat qilaman. Undan tashqari bu yerda yana bilishimiz kerak BCL gen oilasi degan narsani. Bu qanday gen? Bu BCL shunaqa genki B cell limfoma oilasi geni. Bu agar mana shuni funksiyasi buzilsa yoki ortib ketsa, limfoma kelib chiqishi mumkin. Bekorga limfoma deyilmayapti. O'rtoqlar, u shu o'sma rak hosil qilib qo'yishi mumkin. Endi bu BCL gen oilasi 2 guruhga bo'linadi. O'rtoqlar, proapoptotik, apoptozni ishga tushirib yuboruvchi genlar BAX va BAK. Proapoptotik demak bu hozir quyida ko'rib chiqamiz. Nimaligini bilib oling. BCL gen oilasini birinchi guruhi proapoptotik, apoptozni ishga tushirib yuboruvchi genlar, bularga BAX va BAKni misol qilishimiz mumkin ekan. Ikkinchisi antiapoptotik, apoptozni to'xtatuvchi genlar BCL2 hamda BXL. Aynan mana shu turlari bo'ladi. Bular antiapoptotik hisoblanar ekan. Ko'p ishlab chiqarilsa apoptozni buzilishi va rak kelib chiqishi mumkin. Aynan mana shu antiapoptotik tanachalar. O'rtoqlar, mana shu genlar kam ishlab chiqariladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Ko'p ishlab chiqariladigan bo'lsa, apoptoz buzilishi ham mumkin ekan. Nimaga bunday bo'lishini ko'rib chiqamiz batafsil. Demak, o'rtoqlar, biz boshladik. Birinchi qaysi yo'ldan? Tashqi o'lim retseptori yo'lidan boshlaymiz. Demak, o'lim retseptori tumor nekrosis faktor 6 hamda faz ligand shu kelyapti retseptorlari. Ularni shu har bitta hujayrada maxsus retseptorlari bo'ladi. O'rtoqlar, tumor nekrosis faktor retseptori mana bu yerda ko'ryapsiz. R harfi bilan belgilab qo'yilgan. Undan tashqari faz R, ya'ni faz oqsili retseptori. Xo'p, buni ahamiyati nima? Mana bu tumor nekrosis faktor 6 faz ligandlar asosan bizda qayerdan hosil bo'ladi? Makrofaglar, immun hujayralari tomonidan shular hosil bo'ladi. Shu organizmga tashqi qanaqadir ta'sir bo'lganda. Endi ular nima qiladi? Endi bular o'zini retseptorini kelib qo'zg'atadi. Bu retseptorlar hujayrada apoptozni boshlab yuboradi. Aynan mana shular orqali aktivlangandan keyin bu yerda initiar kaspazalar bor. O'rtoqlar, sizlarga bitta narsani tushuntirib yetkazib berib o'tib ketmanman. Bu yerda hop, ikki xil apoptotik kaspazalar bor o'rtoqlar bizda. Birinchisi mana bu yerda keltirilgan initiar kaspazalar, undan tashqari qotil kaspazalar. O'rtoqlar, birinchi o'rinda initiar kaspazalar bo'ladi. Bularning funksiyasi nima? Apoptozni boshlab berish. Mana bu yerda 2, 8, 9, 10, 10 kaspazalar. Bu initiator kaspazalar, ya'ni apoptozni boshlab beradi. Endi qotil kaspazalar bular o'lim kaspazasi hisoblanadi. 3, 6, 7 kabi turlari bor. Bularning asosiy funksiyasi nima? Apoptozni shu shakllantirish, hujayrani o'limini boshlab berish, hujayrani o'ldirish desak ham bo'ladi. Demak, ikki xil kaspaza bo'lar ekan, bilib oldingiz. Endi bizda yuqorida aytib o'tdim, mana bu yerdagi tumor nekrosis faktoridan hamda faz liganddan kelgan retseptorlari kelib, ular retseptorlarni qo'zg'adi. Endi ular initiator kaspazalar, ya'ni apoptozni boshlovchi kaspazalarni aktivlab yubordi. Aynan bularni 8-turini aktivlab qo'yadi. 8-si aktivlangandan keyin nima bo'ladi? Bu keladida mana bu qotil kaspazalarni aktivlaydi. Qotil kaspazani ham aynan 3-turini aktivlab beradi o'rtoqlar. 3-tur aktivlangandan keyin nima bo'ladi? Qotil kaspaza bunda
bu qotil kaspazalarga kirib ketadi. Hop, proteazalar hamda endonukleazalar. Endonukleaza. Demak, tushunarli bo'ldi. Qotil kaspazani bu nima qilar ekan? Qotil kaspazalarimiz ikki xil proteazalarni hamda endonukleazalarni aktivlab yuborish xususiyatiga ega ekan. Endi proteazalar mana bu hujayradagi sitoskeletni kelib shu buzadi. Sitoskeletni doimiy holatini buzib, mana bu hujayrada ko'ryapsiz. Mana bunday bo'rtqichalarni hosil qilib qo'yyapti. Endonukleazalar hujayrani yadrosiga ta'sir qilib, shu nukleik kislotalarning ketma-ketligini buzadi. Natijada yadro ishdan chiqdimi, endi bizda hujayra apoptozga uchrab ketadi. Demak, o'rtoqlar, qotil kaspaza ikki xil shu proteaza hamda proteaza endonukleazani aktivlash orqali hujayrani o'limga chorlab qo'yar ekan. Endonukleaza. Menimcha tushunarli bo'ldi bu qismi hammalaringizga. Demak, o'rtoqlar, aynan tashqaridan kelgani ham bizda uchinchi qotil kaspazani aktivlab qo'yar ekan. Ular nima qilar ekan? Proteazalar hamda endonukleazalarni aktivlab hujayrani o'limiga sabab bo'lar ekan. Bizda keyingisi o'rtoqlar endi ichki yo'l yoki mitoxondrial yo'l desak ham bo'ladi. Bu qanday bo'ladi? Aytdik, apoptoz yoki nekroz qanday jarayondan keyin ro'y beradi o'zi degan savollar bor bizda. O'rtoqlar, tashqi muhit ta'siri natijasida yoki qanaqadir yallig'lanish ham albatta tashqi muhit ta'siri yoki ichki muhit ta'sirini o'zgarish natijasida hujayralarni shu normal funksiyasi normativi buziladi. Natijada nekroz yoki apoptoz kelib chiqishi mumkin. Apoptoz genetik dasturlashtirilgan bo'lishi ham mumkin. Hujayrada shu ATF kamayib tugab qoldimi, o'zini o'zi o'ldirib, shu yallig'lanishsiz o'zini ichidagi mahsulotlarni tashqi qolgan hujayralarni zararlashini oldini olish maqsadida o'zini lizingga uchratib yuborishdan iborat. Endi tashqi muhit ta'sirida masalan DNK shikastlandi. Qanday tashqi muhit deydigan bo'lsak, shu radiatsiya, undan tashqari erkin radikallar, toksinlar natijasida bo'lishi mumkin. Undan tashqari gipoksiyani ham kiritishimiz mumkin, qo'shib ketishimiz mumkin. Gipoksiyada ham hujayra shu apoptozga uchrab ketib qolishi mumkin o'rtoqlar. Undan tashqari misfolded protein, ya'ni noto'g'ri taxlab qo'yilgan protein hisoblanadi. Aynan mana shu proteinlarni hosil bo'lishi ham apoptozga sabab bo'lishi mumkin. Endi bularning barchasi nima qiladi? DNKni shikastlashiga sabab bo'ladi. Mana DNK endi orasidagi bitta nukleotid o'zgarib qoldi. Natijada nima bo'ladi? Hujayrada P53 oqsili sintezi ortib ketadi. Sintezi aktivlandi. Bu nima qiladi? Yuqorida aytib o'tgan BCL gen oilasiga shu ta'sir qiladi-da. Bu P53 ni funksiyasi nima? Bu BCL2 ni kamaytirish. P53 qancha ko'p chiqsa, BCL miqdori shuncha kamayadi. P53 qancha ko'p chiqsa, BAX va BAKlar miqdori shunchalik funksiyasi ortadi. Endi bularning funksiyasi nima? BCL2 ni funksiyasi shundan iboratki, bilamiz, elektron transport zanjiri bor, mitoxondriya ichki kompleksda joylashgan. U yerda 4 ta kompleks bor. Mana shu shaklda joylashgan deylik. Ularning har birining orasida sitoxrom S'lar bor, biokimyo darslaridan ma'lum. Mana shu elektronlarni bir-biriga to'g'ridan-to'g'ri ota olmaydi. Sitoxrom S orqali bir-biriga uzatishi mumkin. Endi aynan BCL2 nima qiladi? Mana shu bizdagi sitoxrom S'larni shu mitoxondriyadan ajralishini aktivlab yuboradi. Ya'ni sitoxrom S'lar funksiyasini yo'qotib, mana bu o'z joyini o'zgartiradi. Mitoxondriyani shu membranasiga yaqin joyga kelib oladi. Endi nima bo'ladi?
Bu o'zi mana shu sitoxrom S'ni normada ishlab turishini ta'minlab berar ekan BCLlarimiz. Endi bizda shu hujayra denka zararlandi, P53 miqdori ortdi, endi BCL kamayib turibdi. Natijada endi nima bo'ladi? Sitoxrom S'lar normal funksiya bajara olmaydi-da, o'zini holatini o'zgartirib qo'yadi, ya'ni erkin holatga kelib qoladi. Endi nima bo'ladi? P53 qayerga? Baks va bakka ta'sir qilyapti o'rtoqlar. Bu nima qiladi? Endi aynan mitoxondriyani matriksida, mana shu mitoxondriya bo'lsa, mana bu yerda poralarni ochib qo'yadi. Kichik poralarni baks va bak. Poralarni ochib qo'ygandan keyin endi nima bo'ladi? Bizdagi sitoxrom S'larimiz endi mitoxondriyadan sitoplazmaga chiqadi. Demak, sitoplazmaga chiqdi. O'rtoqlar, ichki yo'lni mohiyati shunda. Sitoxrom S tashqariga, ya'ni sitoplazmaga chiqib oldimi, endi u yog'i apoptoz boshlanib ketadi. Undan tashqari, o'rtoqlar, yana bir bu yerda garmon deylik. Garmon ta'siri, masalan, hujayraga doimiy garmon ta'sir qilib turadi. Endi aynan mana shu garmonning ta'siri kamayib ketsa ham retseptorlarga kelib baribir ta'sir ko'rsatadi-yu hujayraga. Hujayra retseptorlarga garmon kelib ta'sir ko'rsatmayaptimi? Yana P53 oqsili miqdori ortib ketaveradi o'rtoqlar. Shu miqdor ortdimi, bu BCL2 ni buni miqdori ortishi kamaytirib qo'yyapti. Bu nima qiladi? Sitoxrom S'larni normal funksiya bajarishi kamayib ketadi. O'z-o'zidan BCL2 bu P53 bundan tashqari baks va bakka ta'sir ko'rsatib, ularning aktivligini oshirib berar ekan. Ular nima qilar ekan? Mitoxondriyani membranasida poralar ochib berar ekan. Sitoxrom S sitoplazmaga chiqdi. Demak, ichki yo'l. Davom etamiz. Sitoxrom S APAF1 bilan qo'shiladi-da, apoptosomani hosil qilib yuboradi. Mana bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. Sitoxrom S mana bu o'rtasidagi sariq deydigan bo'lsak, mana bu tashqarida mana bu shaklda turganlari bizda mana shu apaf1lar. Shular birlashib apoptosomani hosil qiladi. Apoptosomani quyida qanday bo'lishini mana bu apaf1lar shu ko'proq uni ko'rib chiqamiz. Xo'p, sitoxrom S hamda apaf1 apoptosomani hosil qildi. Bu apoptosoma nima qiladi endi o'rtoqlar? Bu ham initiator kaspazalar, ya'ni apoptozni boshlab beruvchi kaspazalarga ta'sir qiladi, aynan 9-siga. Mana bu tashqi yo'l 8 ga ta'sir qilayotganda, bu 9-ga ta'sir ko'rsatdi. 9-si nima bo'ladi? Endi bu qotil kaspazani aktivlab yuboradi. Qotil kaspazani ham aynan 6-turini. O'rtoqlar, endi nima qiladi? Qotil kaspazalar o'zidan 2 xil shu apoptotik oqsilni sintezlab berar edi. Qaysi juda ham to'g'ri, proteazalar hamda endonukleazalar. Proteazalar yana keladi hujayra membranasini buzadi, doimiyligini mana bunday bo'rtmalarni hosil qiladi. Endonukleazalar shu hujayrani yadrosiga ta'sir ko'rsatib, yana hujayrani o'limiga sabab bo'lib qolishi mumkin ekan. Demak, bu ichki yo'l tushunarli bo'ldi. Undan tashqari 3-sini nima dedik o'rtoqlar? 3-si bizda sitotoksik KD8T hujayra yo'li ham bor ekan. Buni tashqi yo'lga ko'pincha kiritib yuborishadi, chunki tashqi muhitdan mana bu tikellar kelib ta'sir ko'rsatadi. Buni alohida ko'rib chiqsak ham bo'ladi. Xo'p, boshladik. Bu tikellarni mana bu fas ligand qismi bo'ladi. Undan tashqari har bir hujayrada fas R retseptorlari bo'ladi. Fas retseptorlari bo'ladi. Endi T-killerlar shu hujayrada qanaqadir o'zgarishni sezgandan keyin T-killerlar aktivlanadi. Fas R retseptorlariga kelib, fas ligand orqali o'tirib oladi. Natijada nima bo'ladi? T-killerlar aktivlanib ketadi. T-killer aktivlangandan keyin bu o'zidan 2 xil shu oqsil ishlab chiqara boshlaydi. Bu oqsillar qaysi? Perforin hamda granzin. Perforin hamda granzinni ko'ryapsiz. Bularning funksiyasi nima? Mana bu perforin shu hujayra membranasini teshuvchi hisoblanadi.
O'rtoqlar, hujayra membranasini perforin shu teshib beradi. Teshib bergandan keyin nima bo'ladi? Bu teshib berdimi, granzim endi hujayra mana shu teshik poralardan ichiga kira boshlaydi granzimlarimiz. Granzin endi nima qiladi? Mana bu yerda strelka bilan belgilab qo'yganman. Sekin boradida initiator kaspaza, ya'ni apoptozni boshlab beruvchi kaspazalarni 10-siga ta'sir ko'rsatadi, aktivlab yuboradi. Natijada qotil kaspazani 7-turi, ya'ni aktivlanib ketadi. Keyin nima bo'ladi? Bu yana boyagi jarayon hujayradagi ikki xil apoptotik oqsil proteazalar hamda endonukleazalarni aktivlab, hujayra membranasi, ya'ni sitoskeletni hamda nuklein kislotalarini zararlashi mumkin. Natijada hujayra o'limi, ya'ni apoptoz yana kuzatiladi ekan demak. O'rtoqlar, endi ko'rib chiqamiz bizda yana nima bo'ladi. O'rtoqlar, davom etamiz. Hamma yo'lni ko'rdik. Endi mana bunday hujayrada maxsus bo'rtqichalar hosil bo'lib, bular ajrab mana bu holatga kelib qolyapti. Bu nima? Apoptotik tanachalar. Bu yallig'lanishsiz kechadi. Kam hujayralarning o'limi. Agar bizda nekrozni singari nekrozni undan oldingi darsda ko'rdik. Shundan keldida hujayra piknozga uchrab, ichidagi barcha mahsulotlarni tashqi muhitga chiqarib yuborib, u tashqi shu o'zidagi mahsulotlar hujayralarga ta'sir ko'rsatadi. Bu qolgan hujayralarga ham ularga makrofaglarni jalb qilib yallig'lanishni hosil qilib qo'yishi mumkin. Bunda lekin unaqa emas. Bildik, proteaza shu sitoskeletga ta'sir ko'rsatib, sitoskelet doimiyligini buzadi sitoskeletni. Natijada mana bunday shu bo'lakchalarni hosil qiladi. Endi bo'lakchalar soni aniq aytilmagan, balki 10 ta 15 ta bo'lakchaga bo'lib, o'rtoqlar, shu apoptotik tanachalarni hosil qilishi mumkindir balki. Endi nima bo'ladi? Bu apoptotik tanachalarni taqdiri nima bo'ladi? Makrofaglarimiz keladi o'rtoqlar. Bu yerda kengroq joy bo'lsa yaxshi bo'lardi. Mana bu yerga chizib berishga harakat qilaman. Xo'p, tasavvur qiling, apoptotik tanachalar. Makrofaglarimiz mana bu apoptotik tanacha turibdi. Endi makrofag bunga sekin keladi. Makrofaglar keladi. Bu endi organizm uchun yot zarracha hisoblanadi, chunki buni makrofag tanimaydi. Mana buni makrofag desak. Buni shu yadrosi mana shu shaklda bo'ladi o'rtoqlar. Makrofag keladi, buni sekin fagositoz qilib o'zini ichiga tortib oladi. Natijada shu uni lezisga uchratib, hech qanaqa yallig'lanish, qanaqadir jarayonlar ketmayapti. Endi o'rtoqlar, hammada savol tug'ilishi mumkin. Qanday qilib mana bu apoptotik tanachani makrofag organizm uchun yot zarracha deb bilib oladi deyishingiz mumkin. O'rtoqlar, hujayra membranasining ichida fosfatidin serin degan shu maxsus ferment bor. Fosfatidin serin. Bu nima qiladi? Bu hujayra membranasi ichkarida joylashgan bo'ladi, o'zini o'rmada. Mana bu ichkarida joylashyapti. Endi aynan mana shu apoptotik tanachalar hosil bo'lganda bular tashqariga chiqib qoladi. Aynan apoptotik tanachani mana tashqarisida mana shu fosfatidin serin chiqib oldi. Endi makrofag buni tanib yutib yuboradi ekan demak. Aynan mana shu orqali tanib yuboradi apoptotik tanachalar borligini. Natijada makrofag shuni yutib yuboradi. Demak o'rtoqlar, apoptozni mexanizmi barcha aytiladigan ma'lumotlar berildi sizga. Xo'p, ichki yo'lni mohiyati mana bu yerda apoptosoma hosil bo'ladi dedik o'rtoqlar. Bu apoptor bilan qo'shilgandan keyin u nima qiladi? Prokaspaza 9 ni aktivlab yuboradi. U kaspaza 9 ni aktivlaydi. Bundan kaspaza 3, bundan ichki kaspaza, ya'ni apoptozni boshlab beruvchi initiator kaspazalar aktivlanadi. Ulardan keyin qotil kaspazalar aktivlanib apoptoz bo'lib ketadi ekan demak. O'zi kaskad mexanizmi bor o'rtoqlar. Aynan mana shu kaskad mexanizmi, kaspazalar. Kaskad mexanizmini mohiyati nima? Bitta modda ikkinchisini aktivlab bitta jarayonni hosil qilish. Aynan mana shuni kaskad mexanizmi deyiladi. Buni
kasb bazalari misolida ko'rib chiqishimiz mumkin ekan demak. Demak, o'rtoqlar, sizlarga apoptoz mavzusiga tayyorlab qo'ygan, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi o'rtoqlar. Hammalaringizga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga obuna bo'ling. Bizni kuzatishda, qo'llab-quvvatlashda davom eting o'rtoqlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, ilm olishdan charchamang.